yer yuzida aksariyat insonlar vitamin D defitsit holati bilan yashab keladilar va bu holat organizmda tez shamollash holatlarining qaytalanishiga, yurak qon tomir sistemasining kasalliklarini, revmatik kasalliklar, autoimmun va boshqa kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Lekin bu holatni bemorlar aynan vitamin D yetishmasligi bilan bog'lamaydilar. Sezganingizdek, bugun organizmda vitamin D ning ahamiyati haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizga ma'lumki, dunyo mamlakatlarida bugungi kunda 1,5 milliardga yaqin insonlar vitamin D defitsiti bilan istiqomat qilmoqdalar. Lesnakning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari aholisining 24% qismi, Kanadaning 37% qismi, Yevropa mamlakatlarining 40% dan ko'p qismi, Rossiya Federatsiyasining 64,5 dan 94% qismigacha va Markaziy Osiyo mintaqa mamlakatlarining aholisini 60-80% qismi bugungi kunda vitamin D defitsiti bilan istiqomat qilmoqdalar. Bizga ma'lumki, organizmda vitamin D quyidagi ko'rinishlarda mavjud bo'ladi. Ergokalsifirol, xolikalsifirol, lumistirol, dihidrotaxisterol va kalsitriol. 80-90% holatlarda organizmda vitamin D xolikalsifirol ko'rinishida bo'ladi. Vitamin D yog'da eruvchi vitamin hisoblanadi va organizmga ikki xil yo'l bilan kiradi. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan va terida quyosh nurida ultrabinafsha nurlar ta'siri orqali kiradi. Bu nurlar ta'sirida terida previtamin D hosil bo'ladi va bu previtamin D jigarga borib ergokalsifirol va xolikalsifirol ko'rinishiga keladi. Keyinchalik bu moddalar buyrak kanalchalariga borib kalsitriol, ya'ni vitamin D ko'rinishiga keladi. Bu jarayonlarda organizmda testosteron, estrogen, parad gormon, kalsitanin va organizmning o'sish gormonlari muhim rol o'ynaydi. Hosil bo'lgan vitamin D3, ya'ni kalsitriol ichaklarda kalsiy, fosfat va boshqa minerallarni so'rilishini kuchaytiradi. Organizmda kollagen sintezida aktiv ishtirok etuvchi, ya'ni suyaklarda osteoblastlar faoliyatini, teri, mushak pay va boshqa sistemada fibroblastlar faoliyatini, bo'g'im yuzalaridagi xondroblastlar faoliyatini aktivlashtiradi. Bizga ma'lumki, organizm to'qimalarida 40 dan ortiq vitamin D ning retseptorlari mavjud. Bu vitamin organizmda 2000 dan ortiq genlarning ishini nazorat qiladi. Shuning uchun bugungi kunda vitamin D biologik aktiv moddalar, ya'ni steroid gormonlar ro'yxatiga kiritilgan. Vitamin D ni odam organizmidagi asosiy vazifalarini aytib o'tamiz. Kalsiy, fosfor almashinuvini nazorat qiladi. Bu moddalarni ichaklardan qonga so'rilishini aktivlashtiradi. Organizmdagi o'zak, ya'ni mezenximal hujayralarda kollagen oqsillarini hosil bo'lishini yaxshilaydi. Suyaklarda suyak to'qimasini kollagenini ko'paytiradi, osteoporozni oldini oladi. Tanadagi biriktiruvchi to'qima oqsili bo'lmish kollagen sintezida aktiv ishtirok etadi. Tanadagi eskirgan hujayralarini o'lishini tozalashda aktiv faoliyat yuritadi. Organizmda yog', oqsil, uglevod almashinuvini nazorat qiladi. Organizmning gumoral va hujayraviy immunitetini regulyatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi va organizmni virusli infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Yurak qon tomir sistemasining kasalliklari, onkologik, autoimmun va allergik kasalliklarini oldini oladi. Inson tana mushaklarini kuchini oshiradi. Bizga ma'lumki, insonlarni yoshi kattalashgan sari mushaklarni kuchi kamayadi va funksiyasi izdan chiqishni boshlaydi. Bu holat sarkopeniya deb ataladi. Buni rivojlanishiga aynan vitamin D ni yetishmasligi sabab bo'ladi. Vitamin D ni yetishmovchiligi, ya'ni vitamin D ni uzoq muddat organizmda past yurishi stress gormoni bo'lmish kortizolni miqdorini oshishiga olib keladi va baxt va motivatsiya gormoni bo'lmish dopamin va serotoninni miqdorini kamaytiradi. Natijada insonlarda ruhiy barqarorlik pasayadi, kayfiyat tushadi, doimiy tushkun holatda yuradi. Kortizol gormonini uzoq vaqt yuqori bo'lib yurishi organizmda semizlikning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Vitamin D ning darajasi organizmda quyidagicha bo'ladi. Og'ir defitsit holatlari, defitsit darajasi, yetishmovchilik holati, vitamin D ning adekvat darajasi va toksik daraja.
Bizga ma'lumki, vitamin D ni uzoq muddat defitsit yurishida quyidagi holatlar yuzaga keladi. Yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanishi va buni oqibatida o'lim xavfining oshishi, qandli diabet 2-tipning rivojlanishi, semizlik, tarqoq skleroz, onkologik kasalliklarning oshishi, allergik kasalliklar va autoimmun kasalliklarning rivojlanishi kuzatiladi. Organizmda vitamin D ni normaga keltirish uchun nima qilish kerak? Quyosh nurida kuniga 30 minutdan kam bo'lmagan sayr qilish. Bu muddatni terining rangi va quyosh nurini intensivligiga qarab cho'zish yoki qisqartirish mumkin. Quyoshning eng samarali vaqti 10 dan 15:00 gachani tashkil qiladi. Vitamin D ga boy oziq ovqatlarning iste'molini ko'paytirish, ya'ni baliq va baliq yog'i, dengiz mahsulotlari, tuxum va tuxumning sarig'i, sut mahsulotlarining iste'moli, qo'ziqorin, mol go'shti, don mahsulotlari, meva va sabzavotlarni ko'p iste'moli. Vitamin D ga boy dori va qo'shimchalarni iste'mol qilish. Organizmda vitamin D ni uzoq muddat yetishmovchiligini oqibatida yuzaga keladigan holatlar bo'yicha keyingi galgi ko'rsatuvlarimizda alohida berib o'tamiz. Agar sizga bergan ma'lumotlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.